Assalomu alaykum aziz do'stlar, Bahodir Brat kanalining aziz obunachilari va muxlislari, musofirdan turib bizni kuzatayotgan akalarimiz, opalarimiz, singillarimiz, barchaga alangalik salomlar deb qolamiz aziz do'stlar. Demak, biz ayni damda Shahrisabz tumanidamiz do'stlar. Ma'nikay, Shahrisabzni ko'rsatib qo'ying. Shunday Yakkabog'dan o'tishda Shahrisabzga ma'nikay kirib turibmiz. Demak, mana bu yonimda turgan qop-qora Hyundai Elantra avtomobilini Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumani 80 Kapa qishlog'idan Abdurashidov Shahboz akamiz yutib olganlar. Bahodir Brat kanalidan mana shu avtomobil desa biz bugun Shahboz akamizni xonadonlariga olib borib hozir topshiramiz. Bizni ma'nikay dadalari bilan ayollari kutib olishdi, yaqinlari. Kelinglar. Dadalari bilan onajonlari kutib olishdi, hozir avtomobilni olib borib topshiramiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz xolajon? Sog'ligingiz yaxshimi? Ismingiz nima edi sizni? Ismim Sharofiddin. Sharofiddin aka, bu yutuq yutgan odam kimingiz bo'ladi? Bu yutuqni yutgan uchinchi o'g'lim bo'ladi. Abdurashid Shahbozjon. Xolajon yaxshimisiz? Yaxshi. Xursand bo'lib qoldingizmi? Xursandman juda. Gapi. Bo'lmasa do'stlar, biz yo'lda davom etamiz, ko'p kuttirmaymiz. Mahalladoshlar, qishloqdoshlar yig'ilgan, to'g'rimi? Allaqachon avtomobilni to'y tomosha qilib, mana shunday qilib xonadoningizga borib topshiramiz do'stlar. Ey Shahrisabzliklar, gazga bosinglar. Ketdik bo'lmasam. Marhamat, o'tiring qani, o'tiring. Ketdik. Birgalikda ketamiz. O'tiring, oldidan o'tiring. Do'stlar, bizni kuzatishda davom eting. Bitta laykni ham bosib qo'yinglar. Ketdik. O'tiring qani. Shahrisabz tumani 80 Kapa qishlog'iga qarab ketamiz. Ketdik. Gazga bosinglar do'stlar. Bizni kuzatishda davom eting. Biz ketdik. Shahrisabzliklar, gazga bosinglar, haydanglar. Safarga otlandi o'llaring, ochilmay so'nmasin gullaring. Zafar bilan qaytib kelsin o'llaring, o'llaringa duo bergin yenajon, jonlariga duo bergin yenajon. Jigit bo'lsa, qayda bo'lsa mard bo'lsin, raqibiga har qadamda dard bo'lsin. Oltin medal qo'llaridan naqd bo'lsin, o'llaringa duo bergin yenajon, jonlariga duo bergin yenajon. Demak aziz do'stlar, biz ayni damda 80 Kapa qishlog'idamiz. Qani ketdik. Shahboz akamizning xonadonlarida mana shu odamlar qo'shnilari bo'ladi, kutib turishibdi hamma bizni. Ahey, ma'nikay, moshin kelyapti. O'llaringa duo bergin yenajon, jonlariga duo bergin yenajon. Jigit bo'lsa, qayda bo'lsa mard bo'lsin, raqibiga har qadamda dard bo'lsin. Oltin medal qo'llaridan naqd bo'lsin, o'llaringa duo bergin yenajon, jonlariga duo bergin yenajon. Go'zallar izlariga zor bo'lsin, dushmaniga keng dunyo tor bo'lsin. O'llaring bu dunyoda zo'r bo'lsin, o'llaringa duo bergin yenajon, jonlariga duo bergin yenajon. Jigit bo'lsa, qayda bo'lsa mard bo'lsin, raqibiga har qadamda dard bo'lsin. Oltin medal qo'llaridan naqd bo'lsin, o'llaringa duo bergin yenajon, jonlariga duo bergin. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Shunday shayxdan o'tib olsam bo'ladimi? Assalomu alaykum, Shahrisabz tumani. Ahay! Assalomu alaykum, 80 Kapa qishlog'i aholisi. Yaxshimisizlar? Zo'rmisizlar? Charchamayapsizlarmi? Demak aziz do'stlar, kuni kecha Bahodir Brat kanalidan Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumanidan 80 Kapa qishlog'idan Abdurashidov Shahboz akamiz Bahodir Brat kanalidan qop-qora rangdagi ma'nikay
mashinalarni xo'rozi bo'lgan Hyundai Elantra avtomobilini yutib olganlar. Demak, biz avtomobilni ma'nikay mahallalariga, xonadonlariga olib keldik. Kayfiyatlar zo'rmi? Qanday, mama? Mama yaxshimisiz? Zo'rmisiz? Charchamayapsizmi? Kayfiyatlar qanday? Zo'r. Tak. Endi xizmatga buyuravering. Hamma Albatta. shog'ocha yuzlarga kiring. Rahmat. Demak, avtomobilimizni biz demak Shahboz akamizni onajonlarim nomlariga rasmiylashtirib berdik. Tojiyeva Ra'no opamizni chaqiramiz. Keling qani? Qanalar opam? Keling qani? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz opajon? Zo'rmisiz? Yaxshi, Charchamayapsizmi? Yaxshi. Shahboz aka kimingiz bo'ladi? Shahboz o'g'lim bo'ladi, ikkinchi o'g'lim. Farzandingiz. Nechinchi farzandingiz? Uchinchi farzand. Uchinchisi. Uylantirdingizmi? Yo'q-da, Ye. endi nasib bo'lsa. Necha yoshda hali? Endi 26 dan 27 ga. Anakay, uylantiring endi. Endi bo'ldi endi. Endi nasib uylantiramizmi endi? Endi uylantiramiz. Tog'am qani, tog'am? Tog'amni ham chaqiring. Keling qani bu yoqqa. Keling qani. Do'stlar, bir chiroyli kayfiyatda qarsak chalib turasizlar. Ana endi avtomobilni topshiramiz. Manakay, assalomu alaykum. Qanday? Zo'rmisiz aka? Charchamayapsizmi? Sog'ligingiz yaxshimi? Do'stlar, Shahboz akamizning onajonlariga avtomobilni rasmiylashtirib berdik. Onajonlarining nomlariga. Tojiyeva Ra'no opa siz bo'lasizmi? Mana bu avtomobilimizda oldi sot hujjat bo'ladi. Qani, bir chiroyli qarsak bo'lsin endi. Mana bu avtomobilimizda tex pasporti bo'ladi manakay. Mana bu esa manakay zamonaviy kaliti bo'ladi. Ko'tarib qo'ying manakay. Hey, manakay. Manakay, moshin topshirish mana bunday bo'ladi. Manakay, haqiqiy to'y tomosha mana bunday. Hamma joy manakay bayram bo'lib ketdi, zar bo'lib. Tabriklaymiz, avtomobillar muborak bo'lsin. Rahmat sizlarga ham Katta tilaklarni bir bildiring qani endi. Musofirdagi mana shu yigitlarga, o'g'lingizga manakay. Musofirdagi hamma yigitlarga nasib qilsin shunday mashinalar olish, bundan ham ziyodlarini olsin hammasi. Yana ikkita o'g'lim ham olsin nasib bo'lsa, ukasini orqasida. Yaxshilik kunlarimizga ishlataylik, to'ylarga ishlataylik. Chaqaloqlar olib kelaylik shu mashinalarga. Sizlarga ham kattakon rahmat. Sog' bo'linglar. Yaxshi kunlar ko'p bo'lsin sizlarga. Rahmat, sog' bo'ling. Aka keling qani. Siz ham bu yoqdan keyin qani, mana yoqdan keyin qani, oldimdan keyin qani. Ismingiz nima edi sizda aka? Sharofiddin. Sharofiddin akam bizni yo'ldan kutib oldilar. Demak, Shahboz akamizni dadalari bo'ladilar. Marhamat, siz ham bir ikki og'iz tilaklar bildiring qani akajon. Nima deymiz? Avvalo sizlarga rahmat. Shu Boqodir aka kanaliga obuna bo'lgan hammaga rahmat. Mana Xudoga shukr, ana o'g'limiz mashinasini nima qilib olib keldik. Sizlarga katta rahmat. Albatta. Musofirga yurtgan hamma og'aynilar hammasi sog' bo'lsin, bola chaqasi boshiga yaxshi ishlab kelsin, uy to'ylar qilsin. Rahmat. Shu sizlarga ham shu to'ylar taklif qilamiz. Sizlarga ham katta rahmat. Sog' bo'linglar. Kim bor ekan yana gapiradiganlardan? Xolam keling qani. Kimlar bo'ladi bu yoq? Siz kimingiz bo'lasiz Shahboz akam? Meni nevaram. Nevarangizmi? O'g'illardan nevaram. Nevaralardan nechta o'zi mama sizda? 15 talar bo'lsa kerak. Sonni ham bilmaysiz-a? Yo'q, sanamayman. Chevarani otini bilaman 3 ta. Chevara. 3 ta chevaralar. Mana shular chevarangizmi? Shular chevaram. Aniga. Shular sog' bo'lsin. Amakilarga o'xshagan yigitlar bo'lsin. Hamma sog' bo'lsin. Sizlar ham sog' bo'linglar. Yaxshilik kunlarga ko'proqgina yurishlaringizni istayman men ham. Sizlar ham o'sha sog'liklaringiz, balalarim ham rahmat. Sog' bo'ling. Mashinalar muborak bo'lsin. Ya'ni endi mana mahallada mashina bitta bo'ldi. Mashinani oldiga minib yurasiz. Keling, to'nam bormi? Kiyib olamiz buni. Buni kiymasak bo'lmaydi buni, mama. Manakay, opking. Kiyib olamiz. Bu to'nni kiymasak bo'lmaydi. Manakay. Gap yo'q. Razmerma qanday yarashdimi o'zi? Rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Sarpolar bizga muborak bo'lsin. Mana shu avtomobil sizlarga muborak bo'lsin. Yaxshi kunlar, to'ylar ko'p bo'lsin. Shahar sabzliklar, gazga bosib o'yinglar, samigilovni mana shunday mashinalarni yutinglar, katta yutuqlarni yutingizlar. O'zimiz olib kelib mana shunday xonadoningizga olib kelib topshiramiz. Shahar sabzliklar qani bitta paddishkada bo'lsin, bitta qarsak bo'lsin. Gap yo'q. Anakay. Rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.